4-chi miqat. To'xta. Mundaqli qo'lingni ikki yonga selibla haram rayoniga kirsang bo'lmaydi. Texi odam bo'lmading. Chunki odam bo'lishing Odam alayhissalom bo'lishing orqali amalga oshadi. Hurmatga sazovor qilingan bir tuproqning chegirasida sen. Bu chegaralarga miqat deb nom berilgan. Unutmag'inki, bu chegaralarni Cəbrail aleyhisselam arqılıq Allah belgilegan. Miqatni məşərgahның çigrası deb bilsəmi buludu. Yolğa qaysı xil vasitə bilan chiqishingdan qat'i nazar, mahshar kiyimingni cho'qim sana eng yaqin miqatda kiyishing kerak. Ayol bo'lsang, haram rayoniga erkeklarga qaraganda texmi yarışib ketsan. Chunki ayollarmı xuddi mush rayonga o'xshashla haramdir. Mahramdir. Qo'lingni va yuzingni mutlaq ochiq qo'yishing kerak. O'zingni tonutishing kerak. Yuzning qanchalik qimmati bor? Maskalar elib etilgan mahsharga qarab ketyapsan. Kiyimlaring oddiy bo'lishi va kipallikni aslatadigan bo'lishi kerak. Grim va zinnatlardan uzoq turishing kerak. Badanning keyniga ruhning oldiga chiqariladigan bir mahshardasan. Buni unutma va yana esingga olginki, ruhning jinsiyati yo'qdir. Er kishi bo'lsang, oldi bilan jinsiyat jihatdan erlikingni ifodalab qo'yadigan barliq simvollarni tark etishing kerak. Boy bilan yo'qsulning, xo'jayin bilan xizmatchining, general bilan askarning, amir bilan ma'murning, kattavash bilan normal puhraning o'xshash holga kelgan bir mahshar manverdisan. Rutba, maqam, mavqi, jamiyatdagi o'rning, mol dunyoying, shuhrating va bilimingni ifodalaydigan kiyimlarning hech qaysisini kiyolmaysan. Mahshar maydoni diniy, askeri, siyosiy, ilmiy, iqtisodiy o'rningni ko'z-ko'z qilib davrang soladigan bir yer emasdir. U yerdagi birdan-bir daraja farqi mangulik go'zallikdir. Odamsan. Odam otimizga o'xshash, irqlardan ustun, millatdan halqib o'tgan, odam otimizdek ranglardan ustun, odam otimizdek millatlar chegirsidan halqigan bo'lishing kerak. Irqingni, qabilangni, qavmingni, millatingni tava bo'lgan ijtimoiy va siyosiy taraflaringni bir tarafga qayirib qo'yishing kerakdir. Bayroqlarni, davlatlarni, chegaralarni, tug'larni orqangga tashlab qo'yishing kerak. Sen hajda faqat va faqat o'zingni bo'lishing kerak. Bütün bular seni o'zing bo'lishga to'sqinlik qiladigan narsalardir. Odam otimizdek yer yuzi vatining, shayton dushmaning, insoniyat millating, adolat davlating, jannat g'oyang, dunyo o'lkang, Makka poytaxting, tavba va duo tiling, oshiq yuking, iman darajang, Allah do'sting bo'lishi kerak. Odam otimizdek jannatdan dunyoga qo'g'langan surgunsan. G'urbatda g'eribsan. Bir qitim qo'g'landi bo'lding. Yer yuziga bir oyat kabi nozli bo'lding. Tushirilding. Yangidan bix surayotgan bir uruq ming meva bergandek asli makoningni izlab, boshqalar egi chiqmaydigan yegani yering bo'lgan ruhingning qo'llarida yetishib odam bo'lasan. Sana o'xshash yer yuzining har tarafidan odam bo'lish uchun kelgan, odam bo'ladiganga kelgan yuz minglarcha, millionlarcha kishilar bilan yuz ko'rishishga, bilishishga, tonishishga, quchoqlashishga, to'salg'i bo'ladigan
her türlük ifadelerni hem üstü bişingdin, hem zihningdin, hem yürükingdin yulup taşlashing kerak. Faqat üstündeki kiyim-kechaklarыңnila emas, ichingdagi seni alohidlashtiradigan tuyg'u va tushunchalaringni miqatda tashlab etsan. Haram tuyg'u va tushunchalaring bilan haramga kirib, ilohiy cheklamalarga ma'naviy tajovuz qiladigan ishni qilib sanmasliging kerak. Onangdan tug'ilgan peting, ya'ni ummiy, o'qish yezishni bilmaydigan pok bo'lib, Allohning huzuriga kelishing kerak. Onangdan tug'ilgandek gunohdan poklanib, pok-pokiz qaytishni o'ylasang, buni cho'qim o'rinlashing kerak. Shuni obdan bilib olki, berishing qaytishingning qandoq bo'lishini belgilaydi. Üstü beshingda dunyolik martaba va darajalardan har qandoq birini elib yurishing, alohida muomala istaganligingga, ya'ni ayrimchilik qilganligingga dalil qilinib, manfi xonangi yizladi.